Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Televizor ekrani oldidagi ko'rarman do'stlar. Kamini Muhammadjon Ro'zisayevdim. Hammalarga sig'inishli qo'l salom. Assalomu alaykum, naq maydondagi tomoshabin do'stlar. Shunaqla televizor ekrani oldidagi ko'rarman do'stlar. Riyosatchi qizimlar Hidoyat Qulshamshiddindan hammalarga o'tliq salom. Assalomu alaykum, Şinjan Talant Sahnasi programmamizning qadrli ko'rarmanlari, riyosatchi do'stlar mikrofonlardan har qaysimizga yorqinlik salom, oliy ehtirom. Ko'rarkanlar Şinjan televiziya stansiyasi bilan Xuyi madaniyat tarqatish shirkati, shundoqla Şinjan dolan ovqatchilik shirkati birlashib o'tkazgan Şinjan Oltin Gahar xalqaro so'chak shirkati alayda qo'llagan Şinjan Oltin Gahar Talant Sahnasi programmi. Biz Karaman'dan Janub ve Şimaliye'ye bağlı mahirlerle bu yerga yig'ilib, bütün dünyada Şinjan'da bu talant egilerinin bağlılığını ispatlamakçı. Mana biz bugün bu yerda azaldan bayqilib bakmagan bir talant egisini izlaymiz. Bu sahna bir sehrli sahna. O'zingizning talantingizni joriy qildirish bilan birga yana arzu armonlaringiz uchun qadam bosishga undaydigan va uni turibki bo'la oladigan ajoyib bir sahna. Şu insanlarda bo'lsa-ki, bu bosqichda har bir mahirning faqat bir qitim sahnaga chiqish fursati bor. Bizdeki Şinjan talant sahnamizningki alaydığı shuki, siz bar kuchingiz bilan o'z talantingizni namoyon qilib, baholovchi ustozlarimizni qoyil qila olsangiz, ular konopkani bosmaydi. Agar baholovchi ustozlarimizni qoyil qila olmasangiz, ular darhol konopkani bosadi. Navadan 4 bahalı ustazlarımızın içinden az degende 3 bahalı ustazımızın kıymetli bildiği erişerlisiniz, ikinci basqıçlı müsabıqasıga qatnaşış şərəfiga müyəssər bulursunuz. Eğer tam nisbətli bilet erişib qalsanız, yani 2 biletki erişib, 2 biletki erişilmay qalsanız, bahalı ustazlarının qaytadan oyuluşup talışını kütüp durursunuz. Şinjan Talant Sahnasi programımızın mukofot buyumlari intayin katta. Birinchi darajalik mukofotga erishguvchini Xotan qadimiy Chinoz yuzlik fan-texnik shirkati 200 ming yuan qiymatidagi mashina bilan ta'minlaydi. Ikkinchi darajalik mukofotga erishguvchini Şinjan Xotan Kavsar yemak-ichmak zavodi 150 ming yuan qiymatidagi mashina bilan ta'minlaydi. Uchinchi darajalik mukofotga erishguvchini Şinjan Sabila kasbiy taraqqiyot shirkati 100 ming yuan qiymatidagi mashina bilan ta'minlaydi. To'rtinchi darajalik mukofotga erishguvchini Şinjan Obida biofan-texnik taraqqiyot shirkati 50 ming yuan qiymatidagi mashina bilan ta'minlaydi. 有一种绝活，既深秋好看。我妥妥一副面孔，黑啦啦一丝真惨。那就是五台山的传奇。其中的变
新鲜。节日变换，那叫人之火箭，白蓝，政治变化多端，反复锤炼，技巧不断发展，更深救援，老辈子代代相传。快如电，变变变，好潇洒好浪漫，说是不知那是不难，难着不会会着不难，30岁你人看近看，前看后看，近看慢看左看右看三看下看，环看左看，更是好耍新鲜。我来自新疆乌鲁木齐太平洋马戏团的一位变脸演员，谢谢评委老师的支持。我认为你的这个节目啊，一开始的时候那个音乐的前奏，是不是有点太长了？就是。是吧？前奏太长了，你完全可以前奏简短一点。还有第二个问题呢，就是你出来以后呢。背着观众，时间也有点长。第三个问题呢，就是你变脸非常快，大家都感觉不到，这个非常到位，变脸的时候是非常到位。还有第四个问题呢，我认为你的动作还可以更大方一些，不要老是抠着。你整个从头到尾啊，你这个节目的那个感觉，有点这种恐怖似的，很抠。这个不管是肩膀也好，就是你的动作很小，只是把两个披肩呢绕来绕去，最多的动作就是整个是披肩是绕来绕去的，其他没有什么动作。我认为你还可以加一些很大方的一些，就打开那个肩膀要很宽敞的那种一个感觉，感觉你是非常的壮大的那种，但是你的动作太抠，完了就是动作太小，整个这个节目呢给人感觉就是有点压抑，不是说是唰，就是很快的就变脸以后，大家都感觉到很吃惊很有新鲜感，一会儿跟一会儿不一样。就是变化很快，变化很多，但是我觉得你这个节目呢，刚才我提到的那几个问题啊，你还可以考虑，就是考虑的话还可以更好，编得更好一些。我认为你完全是年龄，第一你年龄很小所以可能还有你这个工作的时间问题，可能还有一些差距。所以我觉得你可以搞得更好，这个呢，我投你一票。但是我投你一票是不是你的节目特别好？刚才我说的那些问题还是存在着。我希望如果下一次你能有机会，这个节目还能在这个舞台上，我希望你要很大的变化。希望看到你的一个新的一个方面，好吗？谢谢，祝贺。мен баян көдім, рас келдім десем, бесіділам қызыл жырағын ұрып бесіп өткім кеп кетті менің. Немішқа дегенде,
bu nereden çıkar gidip bek takaza olup kettim çoğu. Asli artistik vaqtida çoğum tomoshabinlar takaza olgan to'g'ri, lekin men takazalık o'tib ketdi. Ondan keyin bu dümbüsünü qilib turgan harakat aniga moslashib, tixim uzrab ketdi. Emniyette bunun bizning kömekçi o'g'limiz kendiki yüzünü 7 qitim o'rdimi? Bu bek ikki o'radigan bo'lgancha bu. Şu 7 qitimdek o'rdi bizning ko'rdigan yerimiz shuti. Vaqt yomon uzrab ketdi. Men ma'nun uzrab ketganlik sababidan men bilib tashlamayman. Bizning talant sahnemiz mahorat talab qiladigan sahna. Shuningdek, bizim hozirgi bizga ko'rsatgan asos mahorat obraz o'zgartish. Shunday bo'ldi-ku? To'g'ri. Lekin bek cho'zib ketdi, bek to'lib ketdi. Kayinni qilish, ancha takrorlash, harakat takrorlash bek ko'p ketdi. Buning vaqti bunday uzun bo'lmasa bo'ladi-ku asli. Mushning ketgan vaqtning tang yerimida o'rindab bo'lgan harakat ekan bu. Shuningdek, o'zgitga kechirsiz, menmi sizga bilet tashlayolmadim.这个票呢，我投不了了。谢谢老师指点。谢谢平平老师。好。 Altın Göher Deniz Canlıkları görüştüklerin buyumları mahirlarga Ahmet Süleyman. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum kardeşler. Özellikle bir tanıştıracağım size. Biz Kazak yerinden geldik. Oy oy oy. Hoş geldin lan. Kazak ultunun yerlerini götürdük. Vay rahmet rahmet barakallah. Sizlerge Ustoz Ahmet Yarboşo kardeşler. Yani balıkçı ustazlarımız bulağa kanda bağlanı burada dikkatimiz balıkçı ustazları olsun. Assalamu alaikum. Aleyküm selam. Biz Kazak elinden geldik. Astana kalasından. Biz Kazak beyinin yerlerini orundağındağı Sarbazlar beyini orundap verdik sizlerge. Rahmat. Kazakhstan ashabı geldi mi? Және де sizlerge көп рахмет. Осы ұйымдастырушы Долан компаниясына, және де Синжан телеарнасына, және де халыққа ықыластарына, жылы ықыластарына көп алғысымыз шексіз. Рахмат. Ұстылыда
bizniki sizlar tanıysizlar. Dilnar Hanım bizning usulniki peshvosi. Shunga sizlarga Dilnar Hanım bir avval baho berib bergan bo'lsa. Aldı bilan Qozog'istondan bizga shunday chiroyli bir qozoqcha usul elib bizning shu talant sahnamizga taqdim qilganlarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Abay usulinglarni ko'rdik. Harakat birlikinglar shunday yaxshi. Kichinglarning bir odamdek harakat birlikdek yaxshi. Ondan bir necha mahoratlarni qildinglar. Bu mahoratlarni shunda pokiz ortiqcha qalaymaqan harakatlar yo'q. U mahorat shunda joyida pokiz bo'ldi. Ondan shu harakatlarni o'rinlaganda, boshqa harakat usul harakatlarini o'rinlaganda, yana o'zinglarni bo'sh qo'yasanglar deyman. Azroq jiddiychilik bor. Ondan mahoratlarni qanchaqda jiddiy bo'lsa u ko'rinmaydi ekan, lekin odatda qozoqcha harakatlar ba'zan bak shunda yumran, yomon chiroyli, nayt odamga yiqimliq qozoqcha usulni men o'zimni o'ynagan, men bak yaxshi ko'rman qozoqcha usulni. Shunaqa yanimi bakarak harakatinglarni yumshoq yerni yumshoq ilib, qattiq yerni qattiq ilib, cho'qim ikkisiniki farqi bo'lishini umid qilaman. Rahmat sizlarga. Men bir bilet tashladim. Rahmat. Rahmat. Men sizlarning usulingni ko'rgandan keyin shu qozoq xalqining tetik, batur, sho'x xalq ekanligini mush usulinglar orqali yana bir qatim ko'rgandek bo'ldim-chu. Bo'ladi, men sizlarga bir bilet tashladim. Rahmat. Qozoqlarda bir gap bor. Qozoq milti bir qanti ot bo'lsa, yana bir qanti do'mbira deyilgancha. Shuning bilan bir gavda millatni shakllandi. Hozir sizlar shu otninki usulni o'yladinglar, chiroyli o'ynadinglar. Sizlarning asosinglar kuchlikka, puxtga. Abayqi o'tirib turib peqirashlar oson o'ynaydigan harakatlar emas. Uni munosabatda yaxshi o'ynadinglar. Asosiyatdan sizlarniki mahoratinglar haqiqatan bir yerga yetibsizlar. Bir kasbiy o'makmi, kasbiy usulchimi yoki bir kasbiy o'mak deysizlar? Kasbiy teatr. Kasbiy ustozlardan o'rgandik. Kasbimiz zo'r. Muallim. O'ng'ay emas. So'nglashqa muallimmi? Men bizda kasbiy muallim mashqlantiradi. Kasbiy muallimda mashqlantirgana. Biz kasbiymiz. Siz nima ish qilasiz? Men ne жұмыс qilasiz? Men uyushtiruvchi pedagog. Uyushtiruvchi, lager uyushtiradi. Siz tanishdim. Assalomu alaykum. Mening ismim Asqat. Sizlarga rahmat. Ne qilasiz? Ne жұмыс qilasiz? Men ko'lik жүргізуші. Nima? Ko'lik жүргізуші. Шопыр. Жұмыс жоқ қазір. Mana sizlarga rahmat. Shu bizning talant sahnasiga kelib, nomer ko'rsatib, shunday bir yaxshi usulni epkagidinglar uchun rahmat. Sizlarga bir bilet tashladim. Jigitlar, Qozog'istondan bizning mamlakatimizga talant sans programmasiga shunday chiroyli bir usulni elib, bizning programmamizni beyitib, texnik jon kirgizganlarga rahmat aytamiz oldi bilan. Bugun sahnada 3 qozoq yigit bilan qozoq yigitlarining jasoratini ko'rdik. Go'zal qiyofatini ko'rdik. Bizden Qozog'istondagi qozoq uyg'ur qarindoshlarga salomlar bo'lsin. Bir bilet tashladik sizga. Ketdi. Rahmat.
bo'lsin. Muborak bo'lsin, ha. Muborak bo'lsin. Qutlaqlayman. Rahmat. Qanday? Hozir hissiyotinglar qanday? Kayfiyatinglar? Өте керемет. Халық өте бізді жақсы қарсы алды. Қарсы алды ма? Жақсы қарсы алды. Әділ қазылар алқасы өте жақсы мақтап жатыр. Көп рахмет. Жалпы біз өте риза болып жатырмыз. 2 күн болды. Өйткені халықтар өте қонақжайлы. Бізде ешқандай да ренжіміз жоқ. Ешқандай да өте жақсы. Бізді демалдырып, осында келіп өнер көрсеткенімізге өте қуаныштымыз. Сол үшін барлықтарыңызға рахмет. Rahmat, sizlarga rahmat. Ustiqomat sizlarga yar bo'lsin. Birinchi darajalik mukofotga erishguvchini Xotan qadimiy chimozlik fan-texnik shirkati 200 ming yuan qimmatidagi mashina bilan ta'minlaydi. Ikkinchi darajalik mukofotga erishguvchini Xinjiang Xotan Kavsar yemak-ichmak zavodi 150 ming yuan qimmatidagi mashina bilan ta'minlaydi. Uchinchi darajalik mukofotga erishguvchini Xinjiang Sabila kasbiy taraqqiyot shirkati 100 ming yuan qimmatidagi mashina bilan ta'minlaydi. To'rtinchi darajalik mukofotga erishguvchini Xinjiang Obida biofan-texnik taraqqiyot shirkati 50 ming yuan qimmatidagi mashina bilan ta'minlaydi. Programımızda yüz terisilikka dağ sepken dağınıqorat, qoruq ham sezgurlik qatorliq har xil teri masalalarini hal qilib, xalqimizga sog'lom go'zallik ato qilayotgan xalqaroliq o'lchamda ishlangan oltin go'har dengiz jonliqlari yurish kirimlari alohida qo'llagan. Bu programmani samimiy xalqaro savdo shirkati Biyatda erkaklar quvvat ichimligi alohida talab qildi. Yerib charchiganda, chanqiganda, tamoqdan keyin ko'ngil faqat obida soda suyini tortadi. Haqiqiy o'zingizga tavba bo'lgan jushqunlikni obida soda suyidan teping. Shirin tamlik, yuraklarni yashatquchi obida soda suyi. Jonning huzuri. Nimaga kulyapti? İnsan doktor energiyani so'qmoq niyat emasmi? Buvoqlarimiz kunda sabila buvoqlar quvvat bo'lmoqlari bilan oziqlanadi. Analarning buvoqlarni sabila buvoqlar quvvat bo'lmoqi bilan beqish odat bo'lib qoldi. Buvoqlar uchun atrofliq oziq-to'liqlaydigan sabila buvoqlar quvvat bo'lmoqi. Öz diyorimizda ishlangan al-xumar choylari mening va sizning damlab ichishingizga to'liq mos keladi. Pokizlikqa alohida ahamiyat berib ishlangan al-xumar qor choylari alohida pokiz. Al-xumardan ichishingiz bir piyola, tiningiz yayrab bo'lasiz ozoda. Bugungi kunda Jiroq Mag'rib formuzorliqlardan keltirilgan formula zamonaviy zavodlarda xususiyatini yo'qotmay, mehnat formu quvvat ichimligi bo'lib ishlandi. Shubhidan va sun'iylikdan xoliligi bilan dasturxonning to'ridan o'rin oldi. Mehnat formu quvvat ichimligi. Yuqori sifatli huzur kiyim-kechaklar yigitlik qomatingizni voyaga yetkazadi. To'yliq yurishlik kiyim-kechaklar bilan texnik salomat topdi. Muvaffaqiyat sizdan aylansin. Libosingiz to'yliq bo'lsin. To'yliq kiyim-kechaklari. Samimiy Abdullaga hamon qut baxtiyor bo'ladi. Xalqimizga kun diyor bo'lgan Qutyor savdo suyi 12 yillik shonliq musofirni besib bugungi kunga keldi. Qutyor xalqimizning umidini oqladi. Qutyor 2003-yildan boshlab hozirgacha tinimsiz izlanib Qutyor savdo suyining sifatini texmi o'stirdi, turini texmi sarxillashtirdi. Qut belgisi bilikdir. Savdo suyining sarkishi Qutyordir. Xalqimizning qushtari kam bo'lmasin Qutyori. Qutyor savdo suyi. Qutyor Qorlaylisi manbasini ozuqliq qilgan, terini go'zallashtiradigan va yoshartiradigan a'lo sifatli yuz chopligi Pari. Yazilidan Beijing biofan-texnik shirkati Xinjiang talant texnik programmasini alohida talab qildi. Diyorimizda o'z oldiga ajoyib Aqu markasidagi yuvish buyumlarini ishlab chiqarayotgan korxona Xinjiang Oydil yuvish buyumlari zavodi Xinjiang talant texnik programmasini alohida talab qildi. Bugün qanday numurlarni aytdinglar? Chabiyat muqomida ariya keldim. Ruscha o'qimsan? Ha. Voy, Chabiyat muqomidan ariya. Bu ustozlar sana menga chiqirdi. Sen nima degan baxtga qara, sening ustozlaring sen uchun mushahniga seni madad tilab, qutulab seni utuq qazonsin deb qo'llab ketdi. Sen ustozingni faxrlansa? Faxrlanma. Bunda qolsa bugungi bu sahnamizga cho'qib qazon bo'lamda? Ma'qul. Sana utuq omad tilaymiz, sizlarga omad yer bo'lsin.
qaraganda shunda Qutbiniki donliq artistlari Arafatga shunda yordam qilib, Arafatni qo'llab tang bu sahnaga birga chiqqaniga qaraganda Arafatninki talantini odatlik talantligiga bo'lmaydi ekan. Avval chiqqidek narsasi chekib chalaman deb turardi. Masalan biz kinolarni VCD plastinkalarga amraqdi. Bir naqshini anglasa shuni g'ingshib turib naqshi qilib shuni cho'qqim etib turardi. Ustozlarimiz Arafatniki maharati qanday baholanib berdigan birlikda anglab boqay. O'zingni bir tanishtirib aytamiz bolam? Assalomu alaykum. Bu ekraningizga ko'rinmalar. Shu ustozlar kechirgan xayrli bo'lsin. Men binoyisi 2-yil maktabdan kelgan Arafat nima? Rahmat. Gerçi seninki 2-yilda hamda ketib qolganini demisam maylan ko'rdik. Men onunla hisoblashmay, ovozing ait chiroyli, tatliqken, bizga sen o'xshash muqam varislari kerak. Shu men bir bilan tashildim. Rahmat. Arafat yigit, ovozingiz yomon chiroyli chiqdi. Shunchalik yuqorgi chiqdi. Bak chiroyli chiqdi chiqqandimi? Andan ahanglarning kemish puraqlarni shunday chiroyli yaxshi egallabsiz odatda. Bunda yuqori chiqqanda ba'zan puraqlar yoqma-yoq bo'lib turdi. Lekin siz shunday chiroyli egallabsiz. Men baxtlam ta'sirlandim sizdan. Uning ustiga dadingiz chiroyli sizga
shunda chiroyli tankashlik berdi. Dutta, tambur, skripka, ishqil sozningki ovozini shunda birdan-biri shunda chiroyli. Sizning ovozingiz texmi bu muzikalar bilan qo'shilib bak jarangliq, bak yangroq chiqdi. Bak bilan suyundim sizdan. Sizga afirin o'qiyman. Texmi yaxshi tirishib, hozir siz qancha yoshga kirdingiz? 12 yoshga. 12 yoshga. Unda bo'lsa, siz taxi kichikkansiz. Texmi maktabda yaxshi o'qib, endi mushu naqshini siz cho'qim yaxshi mushu muqomlarga yaxshi varis qilishingizni umid qilaman. Rahmat. Rahmat. Men sizga bir bilet tashladim. Rahmat. Rahmat. Nati yaxshi aytdingiz. Ovozingiz shundoq yo'riq. O'zingizniki nati yaxshi alaydilik aka. Shu abayqi shavallik ko'rildi bir ishkiyada. Endi musobiq qilgan vaqtida mushnaq musobiq shaharlarda shavallik ko'rilsa qat'iy bo'lmaydi. Endi ma'vu hozir tanlash bosqichi o'g'ashqa ustozlar hamsi bo'pti deyapti. Keraketdan musobiq tushganda ashunaq shavalliklar kichikkina ko'rinib qolsa shular qilib qolsizlar. Buni cho'qim esinglar tutsanglar bo'ldi. Bundan keyin bu kichik bolamiz Müşnaq dapnışılıb, naqşa etətqanqda qağan çağanlar çoxum maşınğa balını etişiga mədət verişimiz gerek. Özümüz çelib qapaq turib bir tarafga qarab olib, buninglar qarimiz olmasa bo'lmaydi. Aqıdı. Bax sahne bo'lgandan keyin, sahne chiqqandan keyin sahneninki o'zining qoidasi bor. Haqiqatan sizlarga hamma ko'z tikilib turdi. So'ngashqa Maşu sahneninki usuliga, sahnening qiyofatiga diqqat qilsanglar, undan keyin maşu balga chivatgan jarayonda madad berib, uni shu chiroy ifodanglar bilan, hisiyotinglar bilan qo'llasanglar, bu bola texmo chiroyli ko'rindi, ham chiroyli anglandi. Tomoshabinlarga ham chiroyli ko'rindi hamsi. Maşu jihatdan diqqat qilsanglar. Kelaqatim savallik etib ketsa, cho'qim qizil chiroq yiqib ketadi. Buda sizlarga bir qo'llash yuzasidan bir bilet taşlayma. Arafat, ismi Arafat muqamni shunda chiroyli etib ketib boratdan dadang evjining povuzini elib etib seni qiziqtiribdi. Muqamni chiroyli etibga bu. Yaxshi bilibsan muqamni. Darsni majda yaxshi-da seni, qichar. Naqshi qamra qadam bu dars oldi mong'ul bo'lmaydi endi. Bo'pti, uzun gap qilmayli. Buda qitim yana muqam etishim mumkin. Muqam tekisleri degan kitob bor. Shu kitobga tekislarga obdara qara. Misralarning tekislarida xatolik bor. Har bir misraning xatoligini deb o'tasak vaqtda ketadi. Şunlaşqa bu da qitim aytgan vaqtda chekishmi to'g'ri bo'lsin, ahongmi to'g'ri bo'lsin. Dapni mayadiki mikrofonga yaqin tutib turasam, naqshangni yeb ketadi, muzikalarning ovozim yeb ketadi, chinchi ketib qolsa, juma bu jihatlarga diqqat qil. Boya sizat ma'lum degandek, bu da qitim nuqson ko'rilsa ham chiroq besildi. Hal qilg'ish kirgan vaqtida kichikkango bo'ptilar degilmaydi. Juma yaxshi o'rgan. Mübarek için bir bilet taşıdım. Altın Göher Deniz Canlıkları görüştüklerin buyumları Mahirlar'a Ahmet Tilek. Assalamu alaikum. Salavatımdan geldiniz Mekke. İsminiz? Hüseyin Tünyaz. Hüseyin Tünyaz. Kayadan geldiniz? Yakın Yunanistan için geldim. Bizim bugün talat şehrimizde kandak işlerini öğrenmek geldiniz. Bizden mesela Alfar Yusuf'a, bunu nakşaldığım. Yılanın burnunu ıgızını çıkardığım. Molla atıdığım, koldu mağadığım. Vay. Barikallah ki özümüz. Bu şunçiler yaşta bizge nurgulluğun usulü bulan etkette. Biz bundan sonra Ahmet Yerbası Mekke. Süleyman.
odam hayron qolsa, yana qarab odam jiddiylashtirilar ekan. Buni hargiz odatdagi odamlarni qila olish noto'g'ri. Çoğun şarrikni ağzı saldı. Lekin buni kichik bo'lsa qat'iy do'rashga bo'lmaydi. bizniki qadimda tatib bizning Uyg'ur an'anaviy sherikchiligida davomli kelayotgan bir sherik turi ha. Qo'llarini aytib bo'lib, bir o'zlarini tanishtirayotgan bo'lsa, gapni ig'iz qilamda burundimi? Assalomu alaykum. Ekran oldidagi tomoshabin do'stlar, barcha rahbarlar. Men Yaqin Aysining yangi san'atchidan keldim. Ismim O'sin Tuniyaz. Bu yil 55 yoshga kirdim. Ana shu tanishlar to'qnash qilibman. To'g'ri qilib qoldi. İşte qo'shib qoldim. Rahmat. Sizniki bayatıng maharetli ko'rdi. Bizga mana Müslüm o'xshash maharetli kerak-ku. Shu qarab olsam, yanala bizning talant egallarimiz, yana bizning xalqimizning ichidagi.
Sizga kerakligi mana shundoq nima. Bo'ldi. Men sizga bir tal bilet tashladim. Sizning talantlarga haqiqatan hayron qoldik. Siz shuncha 55 yosh kirib turib avayqidek qo'lni yani tutib badanni butunlay aksincha bu mahorat odatda yoshlarni tasrif qildi. Siz bu mahoratlarni o'rganib qanchalik yil bo'ldi? Men shu mahoratni o'rgangani, vijdon mahoratini o'rgangani 90 yil o'rgangan. Sapmadi, 25 yil bo'ldi. Çok o'rgangan. Bizlarning abayqiliq harakatlar, mahoratlarni Mollaq. Mollaqlar. O mahoratlarni men shu 14 yosh vaqtimda 74 yilni sinaroq bizim Gongşiga siz bağın bizim Tomasan Gongşiga bağım. Şu yerdə sirk oynayıb ketken. Men tanıydı ki, ha? Sanzo sirk oynayıb geldi. İşte 5 yaşlı var. Çoğu 40 yaşlı bir 15-20 ömek geldi o adam var. Şu ömekki akşam 3 moçan bilesi kirdim oyunğa kirip 3 yaş 4 yaş balalar, çoğu 50 yaşlı adamlar işte molluq etip başında tutma asmaltılar. Qatar boysıra işte mağını körep, onları körep bakma adam aratına. Körgenlikten bu acayip işte bu insan hemmeden bu tutulmazda. Bu tutma asmalda tozulmamak yerde çok kızıktılı. Çok kızıklı okuza baktım kendim. Yani erksin takip Kömekten bağıtı kâriçe, mollaq et oynab, mallaqqa yazın mollaq et oynab. O da varsa şuza, ayağını tutup yeme, kolu kibir tutamak ha? Özler ügünü aldım ha? Özlem ügünü aldım, mollaq maharetleri. Ama kim, ama o 92 yıllar kere vaktinde, Mehmet Osman Davaz'da bir dünyakende, dostumuz vardı şu azayıp mağın bir talim belge. Aşkın olan şu serik oyun tutmağım. Şunda adımı hazır müşünce yaş kırıp, burun ügünüp geldiler. O vaxtdaki yaşa nispeten hem de ocaklarda küçük bala ügünü olduğunda maharetler. Lekin hazır kadar bu yaş kırıp müşünü şunda saklap kalganları bu acayip kalıpsız işken. Ama bu tenterbiyege işkip özüm kızıkmam. İşte doğumlu anca bir erkek kıptırmam. Bu doğruluk ben bir şiir okup birey. Güret basak çıkarlarımız yukarı kalırken. Şöhretimiz anılar cemi elligen. Benim ilişki tırışmayı gaflet görsek, nadallıkın desatlarımız teki yok kendine. Ben yazgan şiirde. Bu maharetlerden başka da şiir yazdığım. Hakikaten talant geldiler. Talantlarına aferin. Köpten köp rahmet. Ben bir bilet taşıldım. Sonra özleri talant, özünüzün talantını şu küçük vaxtdan tatıb sezibsiz. Sonra işte hazırgacha özünüzün talantını namoyon qilib, kishilarga shunaq yangi zo'r, yangi bir xil huzur beryapsiz. Bu nəhayət yaxshi. Shu o'zingizniki kichigingizdan, o'sha talantingizning borlig'ini sezganligingizdan bo'lyapti. Bir narsani so'rib o'tadi, sizniki abayqi burningizga sağlam mix necha santimetr keldi? 10 santimetr mix. 10 santa? 10 santimetr mix. Bo'lmasa metropolitan oldim misalında. 10 santimetr mix. Mushu mixni sağ-hozir 4 mixni sevatdingiz. İşçi zahmlandi. Buni bir necha vaqt mashq qilgan. Desatda 4 santimetr silib. Akin 7 santimetr 80 gapirib. Onu bir nati çoğunlukla bu mıxın pakılan yeri, mayan üsket işiye. Oylıqı bayatlıqı maharetli şirikçiliden. Ma burunqı mıx ötküzüşünü kalı dövgengen mamutla. Kalının burnunu salıp tögünün ke. Tögünün. Tögünün de yüz olmazsa. Yani beni keldir oldu da yüz olma çıktı. Çok koymuş. Yani bunu hep şunda aksıp, kim mıx işi ötüp getip, işine çıkaramağa yarım var.
Aferin. Hazır nima kasb bilan shug'ullanadilar? Hozir dehqon hamda qo'shimcha ancha-muncha bizning kantimizda yezida faoliyat o'tkazishga to'liq taklif bo'ldi. Ancha yo'l o'yin qilib ancha kichkina shu o'zimning naytavas bozorda yo'q. Ishni sut vaqtlarda shayar o'yin qilib. Ancha-muncha ba'zi shu Adiba, abi Rustam o'rnam chakishga. Adiba o'ynayotganmi? Rahmat. Alomat nomerga. Sizlarga bir bilet tashildim. Burunni to'shigidan qo'yandi. Başqadan qilamiz, o'tkazamiz endi, ma to'shikni bilamiz endi. Cho'qim o'tishi mumkin emas qilsa. Sharikka hayron qoldim men. Sharik o'zi uyul ko'mir. Uning cho'ngligi xeyli cho'nka. Boshqazingizga kirib bo'lgandan keyin yenib chiqdi, O bir yerda o'tirish mumkin emas, u yer maya turib qolsa, bunda ko'p qolmayadi, maya yo'qlamaydi, hammadan o'xshashandi u. Siz o'zingiz qo'lingiz bilan meni qo'yadingiz, ondan chiqqan vaqtda Alloh nima qilib chiroyli qatdingiz. Sizning bugungi mahoratingiz bizning talant sanasi programmamizga uyg'un keldi. Bu da qitimqi ikkinchi qitimliq tanlashda yana boshqa mahoratlar biz qo'shing. Bundan boshqa mahoratlarni meni qo'shing. Texmi jonlantiring o'yiningizni. Muborak bo'lsin, sizga bir bilet tashildi. Mübarek bo'lsin. Barliq bizning ma'lum ustozlarimizdan yaxshi bahos berishdingiz. Kim qatim o'tganda, yana yaxshi madad nurlarni akilib bizning ekran oldidagi barliq tomoshabinlarimiz so'rashmoqda. Chin dilimdan tilakdoshlar. Avval yar bo'lsin. Tinimiz salomat bo'lsin. Rahmat. Oltin alayda talab qildi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Havolimizga yaxshi salavat keldingiz. Sahnamizga qanday ishni nima kelmadingiz? O'z zaman bir eg'iz martaba kishini ko'rsatib keldim. Voy, rahmat. Unda bo'lsa sizning talab sahnamizda o'z talantingizni to'liq joriy qildirishni chin dilimdan tilakdoshman sizga. Rahmat berasiz.
özüme çıkıp özüge engen tordun körü degendek ustoz çıkmagan. Özlerini bir tanıştırıp öşanıp küfkan. Yaşımızda emin ismim Dilyar. Ben Müşrik'ten Türkiye'den geldim. Müşrik'ten bir Şinjan Talent Teknisi içilip de özüm bir közdey. Özüm bir Müşrik'ten bir artıkçılığımdan bahar. Artıkçılık emaslendi. Kentçilik ama bu da artıkçılığı başka da. Yani özüm Müşrik'ten bir amarakçıymış da. Bayatından beri hem de seneki Mağartanı biz köydük. Bayatın sen açıp bir kıtının özde kötü hava çıkardım. Bayatın o yüzde 3 xil hava çıkardı. 3 hava çıktı şundak var. Burnum tutkandıkken 4 oldu yapsan ha? Azrak yapıldı. Muşu bir kıtının özde meyli 3 olsun, meyli 2 avaz olsun, 2 xil avazını çıkarsan özüm asan içemez şu. Ben sana deydiğim bir teklifim. Bir şey olsa ma mikrofonu işlerken çok olmaz. Simsiz mikrofonda belki sen degen önüm yetemezken mümkün. Şunun için sen şundak mikrofonu işlerken bunu bilip duratımız. Doğru. Bir kıskın talibim ma sahneye çıkan vaqtda ma sahneye chiqqandan keyin sahnaning azroq o'rindiq qo'y. Nima chiqadi deganda cho'qim sahneye chiqqandan keyin men seni qanday sahneye chiqqanimni uqolmay qoldim birisi. Talanting meni qoyil qildi, men senga bir balat tashladim. Siz o'sha maharatni qachon o'zingizning o'sha talantlarni qachon sezgan? Buni men shu Tulug'orda turib, uyda o'zim o'tirib Gördüm çok. Görmüşler bir ten şanşanda bir ne bu programı var çok. Baştan bir adamla kırgını köygen. Şu an görüp bunun ismini model özüm ismini okumayım ben de vakti birinci kez görüşüm. Şu an karşısam özüm şunda yaş görüp aldım çok. Şu an ben bu nerede bir çok izlep baksam bu diye de torba çıkıp onu biz ahır bir yer taptım bunu. Şu an bir çetayleşme oynayan köydümde. Yani görüp şunda yaş görüp aldım özüm. Şu an özüm patlıklandı kıl. Uyunup gittim. Bir yerim çıkışında uyandım. Şimdi ona hazır çıkalım. Gayet yaxshi. Rahmet. Baki yaxshi. Ama şu öz talant mana. Şu ovoz o'ziniki, o'zining ovozini foydalanib, o'sha har xil bilan do'rash, hayvonlarni do'rash, abayqadek o'sha muzikalarniki ritmni do'rash, uning ovozini do'rash. Shu bir o'zi bir mahorat ham talant. Yaxshi, boshqa gap qilmayman. Sizga bir bilet tashladim. Dilyar abla. Endi ben hozirgi mushu Ig'izmoratning taraqqiyotga qarab olib keldim. Keyin yudi degan narsalar, muzika atretlari amaldan qoldigan o'xshaydi dedim. Boshqa bo'ldi birni aytmangsaqli bo'ldi ekan qo'yan qo'ygan. Bo'ladi. Va tembir do'rab turgan bo'lgan bo'lsa, naqshchilarga sendan bir silos yedrika keyinchi. Yaxshi shogirdlarni tarbiyala. O'qiyotgansan, o'qishingni birinchi o'rin qo'yib yaxshi o'qigin. Biz uchun jiq bilimlarni ipga senda sirtda o'qiyotgan, bilim egallayotgan talantli yigitlarga muhtojmiz. Muborak bo'lsin, sana bir bilet tashladim. Eğiz maharetiniz nayet yaxshi oldu. Abay degandek, hakikaten biz mesela bir disko müzik so'lamdi, aşındak ritmi canlıqroq bir muzikani o'rinlaganda bir necha xil aşındak dumbaqlar bilan har xil muzikalar bilan anandan keyin bir muzikaningki birlashib andin bir melodiyani chiqarli bo'ldi. Lekin siz shu eg'izingiz orqali necha xil dumbaqning andin ham bir ahangning ovozlarini shunday chiroyli moslashtirib chiqarib berdingiz. Men sizga bir bilet tashlayman.
Mübarek olsun. Hoş olduk. Altın Göher Deniz Canlıkları yürüyüşlüklerin buyumları Mahirlarga Ahmet Tilaydi. Birinci derecelik mukaffatga erişgüçünü Xotan Kadimiy Chinos Yuzgilik fan texnik şirkati 200 ming yuan qimmatidagi mashina bilan ta'minlaydi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hoş geldiniz. Qayerdan keldiniz? Hoş gördük. Kazakistan'dan, Astana қаласынан келіп отырмын. Oy merhaba. Hoş geldiniz. Atay Kazakistan'dan bizningki bu Şinjan Talas şehrimizga qatnashib keldingizmi? Сахналарыңызға арнайы осылай керемет бір жоба өтіп жатыр, осындай бағдарлама, телебағдарлама. Соны қатысу үшін, өзімді бағымды сынап көру үшін осы сіздерге келіп отырмын. Sizga qutlug' omad yor bo'lsin. Sizga utuq tilayman. Amin, rahmat. Өзіңізді бір таныстырып өтемісіз? Менің атым Гүлжан Айрымжағызы. Мен Қазақстаннан, қазақ елінен Астана қаласына келіп отырмын. Сіздердің осы жобаларыңызға. Маған сіздердің осы жобаларыңыз өте қатты ұнады. Сондықтан да осылай бір өнерімді осы сіздердің сахналарыңызда бір сынап көрейін деп келіп отырмын. Рахмет. Siz naqshini yomon chiroyli aytmadingiz, uning ustiga bu Yevropa uslubidagi naqsh ekan. Lekin sahnaga dastlab chiqqan vaqtingizda xuddi bir shundan xafa bo'lib qolgandek chiqdingiz-ku. Uningdan keyin naqshini aytgandan keyin rasmiy siz ichilib ketdingiz, bir payt gul bo'ldingiz. Asli cho'qim tövanda tomoshabinlar bo'lgandan keyin har holda bir hurmat lozimcha bu yerda. Bir salom kam bo'lib qoldi sizdan. Men түсінбеймін кішкене. Еліңізді, бірақ та жақсы сөз айттыңыз деп ойлаймын. Ben Uygurçunu хәл yaxşı sözleymen. Ondan şu naqşınızın keynide, en keyni kelgende ahırda avaz çıkağa vaxtınızda azırak ketip kaldınız şunda qol. En ahırda. Ahırdan azırak kaldı da. Doğru mu?
qarsam shu kasbiy maktabni bitirib kelgan naqshchilar qilib tursiz. Universitetlarda shu naqsh kasbi o'qishnoqmi? Men endi o'zim o'rnayman. Unatib chiqarmachilikdan ayналsam osылай. Bo'ldi. Siz deganni men tushirmadim, men deganni siz tushirmadingiz, men bilan tashildim sizga. Qozog'iston davlatidan kelganingizni qizg'in qarshi olamiz. Naqshini chiroyli aytdingiz, ovozlaringizning shu melodiyalari shunday chiroyli anglandi. Shu abay degandek bir ikki yerdan egizga chiqqan vaqtida bir ikki yerda sal ketib qoldi. Ovozning o'rnidan sal chiqib qoldi. Shunga diqqat qilsangiz, ko'pdan ko'p rahmat. Shunday chiroyli aytdingiz. Men sizga bir bilet tashladim. Rahmat. Siz kasbiy naqshchimi yo kasbdan sirtmi? Buni so'mg'ir kasbiy emas. Kasbda tarbiyalangandek aytdingiz. Ovozingizniki yorug' darajasi nəhayət yaxşı ekan. Ondan keyin ustunlik darajasi shunday chiroyli. Ondan keyin sizniki sahnaga chiqib, sahnada bunday turishingizmi, shunday yuqori ovozliq go'zal ohangdagi naqshlarniki turqimi bor ekan. Shu o'zingizniki, shu jihatga talantingizni o'zingiz sezibsiz. Nəhayət yaxshi aytdingiz. Yaxshi aytdingiz. Rahmat. Men bu sizga bir bayat tashladim. Muborak bo'lsin sizdan bizning mamlakatimizga kelib, bizning talant sahnasiga qatnashganingizga muborak bo'lsin. Siz kasbiy naqshchi bo'lmasingizmi? Lekin kasbiy naqshchilardek chiroyli ovozingiz bor ekan. Lekin kasbiy naqshchilar o'xshaydigan harakat yo'q ekan. Sizda chiqqan vaqtingizda men bir yer og'riyotamdi deb ansirdim sizda. Bir yer og'riyotgan o'xshaydi deb o'ylab qoldim. Lekin unda emas ekan. Naqsh aytgandan keyin bak go'zal ovoz chiqdi sizdan. Yevropa uslubidagi go'zal ovoz, bak chiroyli aytdingiz. Abdukerim olim aytgandek, eng oxirga, eng egizga kelganda ovozingiz sal o'tib ketdi bu yoqqa. Hayojuningizni bosamidingiz, o'tib ketib qoldi. O mayli, hech yo'q. Sizning shu jiroq yerdan bizning shu programmamizni, shu sahnamizni qo'llab, qutlab kelganingiz muborak bo'lsin. Sizga bir bilet tashladim. Sizga ulkan rahmat. Осылай бағалап, өнерімді қабыл алып отқандарыңызға. Жалпы осы жерде сіздердің айтқан сөздеріңізді, әрбір сөздеріңіз мен өзіме қабыл аламын. Келесіде бұдан да жақсы шығаруға уәде беремін. Muvaffaqiyat tilaymiz. Rahmat, sağ olun. Altın Göher Deniz Canlıkları yürüyüşlüklerin buyumları mahirlarga ahmet tilaydi. Yuqur süpetlik, huzur kiyim keçekler, jigitlik kanıtınızını bayır yetkizin. Toyluk yürüyüşlük kiyim keçeklerinden tekin salamet taktı. Muvaffaqiyat sizden aylansın. Libasınız toyluk olsun. Toyluk kiyim keçekleri. Oy, bizning Chulpan keldi. Aldirashma. Uning gapini qilma, adash. Mushu Bakiraning iloniga chiqqanini bilmadigina. Norvegiyadan telefon qildi. Kino ishlamsizda. Adash, nagil borsang sen bilan mush qog'ozning gapi. Hamma qizlar ishga kelib turibdi. Chulpan bo'lib ketding degina. Hada, yana mushunaq fursat bo'lsa bizni chaqirib yiling. Hamma odamning Chulpan bo'lib keladi, a? Bakira Ali Sag'zi Chulpan qizlarning yangi tanlishi. Bexatar bo'lg'ach, sizga hadiya. Bakira Ko'ksiga to'lim lazzatli, oziq qilmoq. Uni ishkimiz keladi. Har qancha qilib bu ko'ksini yaramaysiz. Uning qipi baq qattiq, ammo yaxshi bir mahsulot bor. Hech mushaqqatsiz, shuncha esil ne'matdan bahramlisiz. Tabiiy ko'ks mevasidan ishlangan esil ichimlik. Ne'mat haqiqiy ko'ks sharbati. Bir xil yemilar bor. Bu Malayziya Soma vitamin C quvvat ichimligi. Somada bir xil tam bor. U dam siz yoqtiradigan tam. Somada bir xil kuch bor. U quvvat kuchi, jalbkorlik kuchi. Somani biz shunchalik maqtaylik. Tag'inini ichganlarni olma. Soma vitamin C quvvat ichimligi.
Jeli Lukano Shvetsariya o'ltiraq mahallasi Urumchi shahri Tarta rayoni suv usti bag'isining yon darvozasi atrofiga joylashgan bo'lib, yer osti uy va birinchi qavat oldi keniga shaxsiy gullik sarflangan ko'p qavatli Shvetsariya usulidagi o'ltiraq rayon. Jeli Lukano o'ltiraq mahallasi markaziy shahardagi 210 ming kvadrat metr ko'lamdagi beton qurilmali qurilish bo'lib, Jeli Lukano Shvetsariya o'ltiraq mahallasi taqozoyingizning qondirg'usi. Jeli Lukano maxsus liniyasi 0991 257 88 88 0991 852 68 88. Xalqimizning choy ichish odatiga eng bop keladigan choy, ya'ni al-xumar qarichi. Oshxonamizda al-xumar qarichaylar demlangandan keyin xaridorlar texmi rozi bo'lib, choyning ta'mini maqtab ketishdi. Uni mo tetidoq, buni mo tetidoq. Yana o'zimiz ichgan mushu qarichayga yetmaydi ekan emasmi? Al-xumar. Kızınar bulsun bizde yar. Tut yar, sizce bana yar bulsun elge yar. Yar yürüyüşlük sular soları. Diyorimiz ichimlik sohasidagi o'z oldiga Abida soda suvi, meva sharbati ishlab bozor solgan korxona Abida yemak-ichmak taraqqiyot sherikati Xinjiang talant sahnasi programmasini alohida talab qildi. Bu programmani samimiy xalqaro savdo cheklanish shirkati Biyatda erkaklar quvvat ichimligi alohida talab qildi. Birinchi darajalik mukofotga erishguvchini Xotan qadimiy chinoy yuziylik fan texnik shirkati 200 ming yuan qiymatidagi mashina bilan ta'minlaydi. Assalomu alaykum. Siz tamtirmanglar, huduqmanglar, bir-biringlar bilan yaxshi moslashib, o'zinglarning harakatlarini to'liq elib, o'zinglarni to'liq namoyon qilinglar. Bo'lamdi? To'q omad sizlarga yer bo'lsin. Sizlar cho'qim birinchi bo'larlarsizlar. Xudo'mi? Sirim chekagani.
haqiqatda Cevap anam diyem Örgülsüle Çörgülsüle Örgülsüle Cevap anam diyem Bu kestim miras kalgan ata buam diyem Örgülsüle Cevap anam diyem Örgülsüle Çörgülsüle Voy. Boshqa Detal yavaldi. Siz amala bir maktabdimi yoki bir kursdimi? Bir usul kursda. Qayerdiki? Korla 3B'de usul tarbiyalash markazida. Bo'ladi. Senin bu kavapınlarga ecrinler xalısın gende kılıdı. Ben size bir tal bile taşıldım. Kavap pişağın vaxtınlarını kördüm. Yani usul oynayan hareketlerini kördüm. Pek suyundum. Pek tatlıq, pek umaq oynayattınlar. Hareketlerini resmi, erkek, oğul olduk. Hareketlerini pek caydı çıktı. Ben aşınınca emmedim pek suyundum. Çünkü hazır Elqacık bizden cemiyette mutoy tökündüm oynusu dümçüyü bilip başka bir oynaydıgan kıyafet kirip aldıcı. Çoğunlar mı aşında bizim yaş ballarımız mı aşında oynaydıgan kıyafet kirip aldı. Hazır bizim küçük ballarımızdan tatip mana muşunda bizim usullarımız degen resmi köksümüzni kerip aşı nayt coşkun, ruhluk, tetik mında oynaydıgan Uygur usul degen aşında kıldı. Xuddi erkeklerinin usulu tekimi coşkun buldu. Şunu ben bu umaklarının usulunu görüp ben hoş oldum, sizlerden ben xursand oldum. Sizler şu hakiki bizim Uygur şu usulümüzni şundaq çıraylık bizge köstürdüңlar. Sizlerge aferin okuyma. Endi ben küçük umak ballarımmış, şunda aş kavap pişağın hareketlerini, vakrap durup degen kavap degen okşap ketti degen kıyafet keyfiyatlarını şunda tatlı, şunda çıraylık o'rinildinglar. Hammanglarga rahmat. Men sizlarga bir belat tashladim. Umumjatda shunday yaxshi ana mana shu kavop pishirish usuli deymiz. Mana shu bir xil til va bir xil ifodalash va oddiy o'zimizniki turmush va shuni ifodalanglar. Nəhayət yaxshi. Men sizlarga bir belat tashladim. Xeyli uzun vaqt məşq qilsizlar. Yaxshi məşq qilganliginglar chiqib turibdi. Tayyorliginglardan. Muborak bo'lsin, men sizlarga bir bilet tashladim bolalarım. Muborak bo'lsin. Deydigan bir gapim va'da qilib turibsan, ha? Abdukiram Abdusaka, men sizga bekam rahmat. Rahmat. Ona makavapni tetib beqing. Allah. Voy rahmat. Rahmat. Bu sizlardan parasak bo'lmaydi deb. Yo'q, bo'lmaydi xolos. Oy, muborak bo'lsin fikrlarim, ha. Bu natijadan hargiz mag'rurlanib ketmaydi, bo'lamdi? Haqiqatan texmi yaxshi bo'lgan nadir asarlar bilan bizning talash sahnasiga kelishinglarni qarshi olaman. Men sizlarni yana mush yerda saqlayman, bo'lamdi?